Judayam ko'p food blogerlar tayyorlayotgan trenddagi ikkita mahsulotdan desert o'xshaydimi yo'qmi? Birgalikda tayyorlaymiz. Bizga banan va plitka shokolad kerak bo'ladi. Mahsulotlarning grammajlari opisaniyada. Bu desert o'xshashini eng asosiy siri shokoladingizga bog'liq ekan. Men oddiy arzonroq shokolad ishlatganim uchun unaqa zo'r chiqmadi. Lekin rostdan tayyorlab ko'rmoqchi bo'lsangiz, kakao foizi 70 dan yuqori bo'lgan achchiq qora shokolad ishlating. Mazasiga keladigan bo'lsak, yaxshi tayyorlab ko'rishingizga arziydi. Lekin men yaxshi shokolad ishlatmaganim uchun to'g'risi unaqa yoqmadi. Keyingi safar achchiq qora shokoladdan tayyorlab ko'raman. Uni ham odzivini sizlar bilan bo'lishaman. Umuman olganda retsept o'xshirkan. Shunaqa trenddagi retseptlar o'xshaydimi yo'qmi, chestnoy odziv bilmoqchi bo'lsangiz, menga podpiska bo'lib oling. Retsept yoqqan bo'lsa, like esdan chiqmasin. Yoqimli ishtaha.